Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Blizzard. Bugungi videomizda shu mod haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni afzalliklari nima va xususiyatlari qanday va hokazo. Xo'sh, agar siz kanalga obuna bo'lmasdan, like bosmasdan ko'rsangiz, siz zo'rsiz degani, ya'ni videoni boshlay qolay. Xo'sh, mana mirrorga kirganingizda o'zi o'tlar g'alati bo'lar ekan. Ya'ni teksturalar yaxshi, mana bu yerda efes ko'rishlaring ham mumkin, ya'ni tepalik, past va balandlikni ham ko'rsatuvchi bor ekan. Va mana bu yerda ya'ni boshqa narsalar o'zgargan. Ko'rishlaring mumkin. Mana 3-oyna, 1-oyna, 2-oy o'sha. Video bo'limiga kirganlaring o'zlaring nazariga qo'yishlaring ham mumkin ekan. Qo'ying. Xo'sh, bu mod ya'ni yaxshiroqmi deb o'ylamoqchi bo'lsanglar, ayniqsa totib ko'ringlar. Bu mod ya'ni Telegram kanalimda linki bor, o'sha bilan totlasalaring ham bo'laveradi. Xo'sh, invertorda bunaqa narsalar uncha o'zgarishlar bo'lmagan ekan. Ko'rishlaring mumkin, hech qanday o'zgarishlar yo'q. Bu minus. Undan keyin shu molni o'ltiraymikan ekan. Va mana bu bloklarni qissalang ham bo'laveradi. Alohida o'zgarishlar kiritilgan. Mana ko'rib olsalaring ham bo'laveradi. Olmos blok oldim shunaqa. Xo'sh, mana ko'rishlaring mumkin, hech qanday animatsiya ham yo'q. Bu plus tarafi, ya'ni animatsiya bo'lganda telefonlaring qatadi va shu qizishga oqibatiga olib keladi. Bilan video tugay boshladi va siz kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Agarda shu videoga 20 ta like yig'ilsa, yangi efes ko'taradigan modni sizlarga ko'rsataman. Unga bo'lmasa videoni tugatib qolay. Mayli, hammaga ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.